2025-yil 5-aprel. Barchaga assalomu alaykum. Bizni YouTube ijtimoiy tarmog'i orqali kuzatib turgan mijozlarimiz, bugun biz yana Incheon portiga keldik va navbatdagi texnikalarni o'z manzillariga yuborish uchun. Havo juda ham sovuq, yomg'ir yog'yapti, shu sababdan dengizda ham suv ancha ko'tarilgan. Shuni ko'rsatib o'tib ketaman va asosiy planga qaytamiz. Xo'p, bugun bizda hammasidan bor, xudo xolasa, texnikalar 60 talik, 65 talik, 145 talik Hyundai texnikalari Qozog'istonni Shimkent shahriga chiqib ketyapti. Hozir sizlarga batafsil texnikalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi texnikamiz Hyundai 145 talik komplekt emas. Faqatgina bitta kovush va qisqichi bor, adapteri ham yo'q ekan. 360 balonlari 60-70% holatda Qozog'istonni Shimkent shahriga chiqib ketyapti. Xo'p, ikkinchisi esa 360 adapter, qisqich va 3 ta kovush bilan 60 talik Hyundai texnikamiz. Bu ham Qozog'istonni Shimkent shahriga chiqib ketyapti. Keyingi texnikamiz esa yana bitta Hyundai 145 talik komplektida bitta katta kovush, atboynik, kichkina kovush, qisqichi bor, 360 adapteri yo'q. Bu ham Qozog'istonni Shimkent shahriga chiqib ketyapti. Bugun qozog'istonliklar aktiv, xudo xolasa. Va bizda Volvo 60 talik qora tonirovkalari bilan 80-90% balonlari bilan, deyarli 100% desa ham bo'ladi. Yangi, qaranglar, juda ham holati zo'r. Necha yili? 2020-yil ekan. 7000 soat ishlagan. Komplektida atboynik, transhin kovush, katta kovush va bitta yana qo'shimcha kovushi, qisqich 360 yo'q. Bu ham Qozog'istonni Shimkent shahriga chiqib ketyapti. Mana shu yomg'irli havoda sovuq kelib, bugungi texnikalarimizni yuklayapmiz, xudo xolasa, kemaga. RTHS logistik kompaniyamiz orqali shu texnikalar chiqib ketyapti. RTHS logistik kompaniyasi butun dunyo bo'ylab Janubiy Koreyadan har qanday texnika yoki avtomobillarni ishonchli tarzda yetkazib beradi. Siz ham bizga murojaat qiling va texnikangizni, avtomobilingizni sifatli va ishonchli hamda arzon narxlarda uyingizgacha yetkazib berilishini ta'minlang.